Apam 3. şahıs. 5. qism. Gülnaz qizim, ta'til to'shidag'anga necha kun qoldi? Tayyorligingizni obdan qiling. Sizni o'zim olib qo'yaman. Dadamning gapini anglab, ichimdan yig'i olashdi. Shundaqdimi chandirmay turib. Men to'liq o'tirg'i o'tamabdiman dada. Cho'ng opam tugab ketgandan keyin natijam bakli tushib ketdi. Nima deydigansiz? O'qishingiz izchil yaxshi edi-ku. Men texi sizni cho'qim o'tdi deb o'ylabdiman. Hammasi mening saballikim. Men sizga obdan ko'ngil bilanmabdiman. Dadam shundaq deb o'zini ayblashga boshladi. Chunki u mening gapimga ishongan bo'lib, nahiyalik tajriba o'ttiri maktabining chaqiriq qog'ozini allaqachon topshirib olganligimni bilmaydi. Undaq bo'lsa, kasbiy maktabda bo'lsa-mu o'qing. Bir kasb egilib olsangiz, keyin yaxshi bo'ladi. Dadam aniqla, xuddi cho'ng opamga o'xshash, mening kelgusimdan ansirayotdi. Dadamning mushu gapining o'zi menga yetarlik edi. Men beshimni tavan silib turib, mening o'qug'im yo'q dada. Rastilla o'qug'im yo'q. Nemishqa? Men gap qilmay yerga qarab turib oldim. Dadammi boshqa gap qilmay boshqa tarafga qarab oldi. Uning menga ko'rsatmay yeshini sirtayotganligini ko'rib, ko'nglim bak yerim bo'ldi. Shundaq qilib, men o'qishdan voz kechib, uyda dadamga qarag'ach, opam bilan uy ishlariga yordamlashgach, etiz ishlarni qilib shirdim. Texi o'zimizninkidan sirt boshqalarning kevizini ko'tarib qilib, uydagilarning yukini xeyli yengillatdim. Dadamga har oyda 2000 yuandan ko'proq pulga dori olatdik. Ba'zida kesel qo'zg'alib qolsa, doktorxonada balnisga kirib qolgan vaqtida uningdan ko'proq ketadi. Dadamni ko'rsamla, har qancha herib ketsammi, menga bilinmaydi. O'qiyolmaganimga ancha uribmi ketmaydi. Biroq bundaq xotirjam kunlarim uzunga bormadi. Men to'liqsizni bitirib 1 yildan keyin ocham to'liq o'tira 3-yillikqa amdili chiqqan edi. Bir kuni kechda opamga maktabdan material elinglar deydi deb pulim yetmaydi ekan deb telefon qilibdi. Bu chaqda dadam bozorlik doktorxonada balnisda yetayotgan edi. Atsa opamning yaqin do'stining to'yi bor bo'lib, shunga titib bo'lib turganda dadam bo'lmasa Gulnaz opirib berib kelsin. Shu bahonada ochisi bilan ko'rishgach, ko'nglini ichib kelmasinmi? Yelimi uydan sirtqa chiqmaydi bechora bola. Dedi. Menmu dadam opamga uydan tomoq etib akagan edim. Dadamning gapini anglab xush bo'lgan bo'lsammi, biroq ko'nglim qandaqdir bir shumliqni sezgandek bearam bo'lib o'tadi. Sen opirib bersangmi mayli. Biroq to'la yuzimizni to'kib, nədəki bir bilimlar bilan paranglashib shurmay, balduroq uyga kelasan. Dedi opam menga qarab. Nima deydigansiz? O texi kichik bola tursa. Dadam opamning gapiga shundaq deb raddiya berdi. Ha, nari kichik bunang? Qizingiz-chi 17 yoshga kirib qoldi. Helimi ko'chik ko'yladi bu to'g'riliq gap so'zlar ozmidi? Bo'ldi qilamsiz yo'q. Nima o ko'chi gapi degan? Qizimning qandaqligi o'zimga yon. Dadam opamga shundaq degandan keyin menga qarab, mahalladagi undaq gaplarga quloq solmang. Siz degan mening qizim. Boshqalarga o'xshamaysiz. Siz faqat o'zingizni pok tutib, axloqli cho'ng bo'lsingizlar. Aman bir kuni ularning og'zi besiqidi. Dedi. Ha, sizning qizingiz bak yaxshi. Opam shundaq deb ko'tildig'inicha koridorga chiqib ketdi.
Dadam apamning yo'q vaqtidan foydalanib, yostiqining ostidagi chaponining yanchiqidan porlashib ketgan 50 yuan pulni elib, menga tutqizdi. Elinga qizim. Ata, Noyi bozoriga kirganda lazım bo'ladi. Yo'q bo'ldi dada. Buni siz yanchiqingizga sepib qo'ying. Ata apam pul beradi. Dadam unimag'inimga unimay. Elinga, apangizning qanchalik beradiganligini men bilmandim. Bergan taqdirdimi, siz degan qiz bola. O'zingizga bir atal chapon bo'lsa-mi elib eling. Ko'z ko'rib qoldi. Bo'ldi dada. Mening chaponim bor. Buni yanala siz sepib qo'ying. Eling degandan keyin elinga. Ikkimiz shundoq talash-tatish qilayotganda yotoqqa opam kirib qolib edi. Dadam shartlik qilib pulni mening yanchiqimga sepib qo'ydi. Men dadamga qayta sunishga amalsiz turib qoldim. Ma 100 yuanni ochanga opirib ber. Bu 20 yuanni sen qajla. Apam o'rindiqqa kelib o'ltirgandan keyin yanchiqidan pulni elib, menga 120 yuan pulni ayrim qo'limga tutqizdi. Gulnazga aran 20 yuan berganingiz nemisi? Nim bo'ldi u? Nim bo'lmoqchidi? Berib kelishiga 10 yuan ketadi. 10 yuanga qo'sqaga tamoq yeb kelsin dedim shu. Qiz bol degangacha pulni jiq beribsa buziladi. Dadam yana gap qilmoqchi bo'lib edi. Men sharatlab to'sib qo'ydim. Bo'ldi, yetdi dada. Baribir meningmi boshqa oladigan narsam yo'q. Mayli amsa. Yo'lda ehtiyot qiling. Kechda balduroq qaytib keling. Bildim dada. Men shundoq deb ular bilan xo'shlashib uyga qaytdim. Azaldan ochamdan oshqinni kiyib cho'ng bo'lg'ashqa tuzukroq kiyimlarim yo'q. Oxiri aram deganda bir dona qizil ko'pdi bilan etki sal kengroq kelgan qora yubkani moslashtirib uydan chiqdim. Ocham bilan ko'rishib qaytay deb tursam, ocham meni bir yerga berib o'ynab kelayli, ondan ket, kech qolmaysan. Aram bir kelganda seni o'ynatib qo'yay debla turib oldi. Ochamning do'stlariga meni singlim deb tanishtirganidan bakli xushal bo'lg'ach, menmi o'ylanmayla uning kaynidan mangdim. Chunki u meni azaldan boshqalarning oldida e'tirof qilmaydi. Ocham yana ikki do'sti bilan meni bu yerda teg'i yengili echilgan KTV deydigan bir yerga boshlab keldi. Biz kirib o'ltirgandan keyin u yerga chashlarini olib bo'lmach bo'yib olgan 3 o'g'il bola kirib keldi. Men o'rnimdan turib ketaman deb turibsam, ocham bu degan mening do'stlarim, hech qisi yo'q, xotirjam bo'l deb faqatla unimadi. Ichimda ochamga agishib bu yerga kelganimga ming pushaymon qilib o'ltirdim. Birdamdan keyin ochamning ikki do'sti telefon kelganini bahona qilib chiqib ketdi. O'g'illarning ikkisimi bir nimlarni deb chiqib ketishdi. Ayrimxona ichida Tursun ismli bir sili qoldi. Ko'nglim bir xilla oromsizlanib, bu yerdan tezroq ketishni o'ylaydim. Keyin ocham mutozliq uyga chiqaman deb o'rnidan turdi. Men mutozliq uyga chiqaman dedim. Turib tur, hozirlik kirib bo'laman. Ocham shundoq debla chiqib ketdi. Men mangmoqchi bo'lib edim, heliqi Tursun degan bola meni tutib oldi. Meni qo'yvat. Uni silkib etdim. Nega qo'yaydiman? Nega? Ochang mendan 500 yuan pulni sanab turib olganchimi? Bu gapni anglab, hozirning o'zida mushu yerda o'lib vaqim keldi. Mushimi mening ochimmi? Ma'qul, men pulingni ata akilib beray. Hozir meni ketgili qo'y. Men uning qizlarida bilan shundoq dedim. Qochmoqchimi? Unda qasanish yo'q. O shundoq deb meni ching tutib elib, bo'ynimga so'ymoqchi bo'ldi. Meni qo'yvat, vo hayvon! Qutqizinglar! Tuyuqsiz birining eshikni tepib ochganidan cho'chib, u meni darhol qo'yvatdi. Ayrimxona ichiga padachilar ishtini bilan qaramaykaga moslashtirib, putiga oppoqdan harkat oyog'i kiyib olgan 24-25 yoshlar chamisidagi bo'yi egiz bir o'g'il bola kirib keldi.
So'ltak. Ko'p kunduzda bu yerda bir kichik bolani bo'zaq qilib atamsan. O shundoq degach, yanchuqidan tamakisini elib tutashtirdi. Sening nima ko'rang? Kim seni bu yerga kirsin dedi? Bayatdan beri meni bo'zaq qilmoqchi bo'lgan Tursun degan hayvon shundoq deb uningga hurpaydi. Shu asnoda ayrimxona ichiga xuddi ochamning boyiqi atalmish do'stlardekla kiyinishlardan qiz o'g'illigini farq etgili bo'lmaydigan ishga bola kirdi. O'zimizning ayrimxonasida o'ltirmay, bu yerda nima qilasan adash? Ularning biri shundoq deb boya ayrimxonaga bo'sib kirgan heliqi bolaning mo'risiga shapaloqladi. Ularning odamining ko'pligini ko'rgan Tursun darhalla: "Og'inlar, eng yaxshisi bir-birimizning ishiga aralashmaylik. Bu qizni men setib olgan. Shunga qanday qilgim kelsa, o'zimning ishi. Sizlar aralashmanglar." Setib olgan. Ma'qul. Necha pulga setib olgan eding? Ayta, men 300 beray. Bu yerdan darhol yo'qol. Heliqi bola shundoq deb Tursunga qaradi. Ular kiribla yotoq eshigini yepib atgan. Ham Tursunmu oldimni to'sib, meni chiqqili qo'ymag'ach, bir tarafda qechishning fursatini izlab turatdim. Tuyuqsiz men to'g'riliq bo'lingan bu sodini anglab, o'zimga kulgim keldi. Ham nihoyatimi qo'rqdim. Ko'z oldimga yanala shu onamning g'uva simasi keldi. Ko'rdingizmi, apa? Mana bu men. Qizingizning kunlarning birida siz ishongan o'sha kishilar sababli boshqalarning savdo obyektiga aylanib qoladiganligini o'ylamagan bo'g'aydingiz. Men ichimda shularni o'ylag'ach, ixtiyorsiz miqimda kulib qo'ydim. Ham mangsimdan eqib tushgan 2 tomchi yeshimni ochiqim bilan surtdim. Men uning bir oqshomliqini 1000 yuanga setib olgan. Pulni allaqachon ochisi elib ketdi. Tursun uning 300 beraman deganini anglab bahoni o'stirdi. Ma'qul. Men sana 3000 yuan beray. Bo'lmaydi. 500 bo'yicha 5000 yuan bersan. Bo'lmasa bu yerdan chiqib ket. Tursun teg'imi eshib og'ili turdi. Bularning paringini anglab, keyin kirgan ikkisidan biri: "Voy, Po'latboyvachcha, naming bekor chiqmagan-jimi? Pul deganni xajlab qo'ysan-jimi?" dedi. Qaraganda bu to'mochiqqa ko'zing tushib qolgan o'xshamanda. Yana biri shundoq degach qishimga kelib, bir qo'li bilan zang'aqimdan tutib, meni o'ziga qartib turib: "Demisimi? Bu to'mochiq rostili chiroyli ekan-jimi?" dedi. "Qo'lingni tot." Men gap qilib bo'lguncha, ular da'vatgan Po'latboyvachcha shundoq deb uning qo'lini silkivatdi. U bola yana kulib turib: "Demak, rostili uningga ko'zing tushib qopti-da. Bo'ldi qiladash. Biz bu yerda bu So'ltak bilan sodilishib yurishning hojati bormi?" dedi. Po'latboyvachcha yonjiqidan bir tutam pulni elib 5000 yuanni sanab Tursunning oldiga tashladi. "Mana 5000 yuan. Amdigo yo'qolsang bo'ladi-g'ando." "Bo'ladi aka, bo'ladi. Hozirli yo'qolay." Tursun shundoq deb pulni og'inicha chiqib ketdi. Men xuddi hang vaqtidek turibli qoldim. Heliqi Po'latboyvachcha u ikkisini chiqarib atgandan keyin kresloda o'ltirib menga qarab: "Ismingiz nima? Bu yerga qanday kelib qoldingiz?" deb so'radi. Men qo'rqqanimdan darhol uningga yalvarishga boshladim. "Sizdan o'tinib qolay. Meni ketgili qo'ying bo'lamdi. Men sizga tilxat yozib beray. Pulingizni cho'qib qaytarib beraman." Bayatdan beri xuddi kinodagi polvonlardek meni qutqizib olgan bu boyvachcha mana endi kresloda putini olmab, tamakisini sho'rg'inicha xuddi mening gaplarimni mansitmagandek bir xil hokavirlik bilan o'ltiradi. "Men sizga chek qilmayman. Ham ketgilimi qo'ymayman. Faqat bu yerda menga bir oqshom amra bo'lib, o'ltirishib basingizli bo'ldi. Faqat mushula, boshqa talabim yo'q. Ati qaytib ketsingizmi bo'ladi. Pulnimi olmayman."
u shundoq deb menga qaradi. Nima? Bir oqshom? Bu nima deganingiz? Men degan yuzi echilmagan qiz bola. Boshqalarga aldanib bu yerga kelib qoldim. Navada bir oqshom uyga qaytmasam, men buningdan keyin qanday qilaman? Menga nima deysiz, Beka? Mushundaq bo'ladi. Navada qo'shilmasangiz, uningga mayli. Kim menga pul bersa, men boyiqi tursin deganga o'xshashla sizni bu yerga qoldirib qo'yib chiqib ketaman. O chaqda boshqalar sizni harigiz oyab o'ltirmaydi. U parvosiz holda shundoq deb qo'yib, tamakisini chekib o'ltiradi. Uning bu holatidan endi uningga nimalar desam bekor ekanligini bilib yetdim. Ko'zimdagi yoshlarimni surtib turib, chiqib ketaman da. Acaba sizning opangiz, och-sing'illaringiz yo'qmi? Acaba opangiz sizga qiz ayollarni qo'g'dashni, ko'yinishni, asrashni o'rgatmaganmi? Mening bu gapni qilishim bilan tangla, uning ko'z chanoqlari kengayib, shunda qo'rqinchli bo'lib ketdi. Ham o'rnidan chachirab turib, qishimga kelib, ko'zimga begiz barmoqini noqib turib, "To'g'ri menga opam to'g'riliq. Gap qilg'uchi bo'lmang. Mushundaq yerda yurgandan keyin sizmi uncha yaxshi qiz emas." Qo'rqib titrab turatdim. Lekin nadan kelgan jasoratgan tong uning qo'llarini silkib etdim. Nimangizga menga qo'llaringizni shiltaysiz? O'zingiz qanchalik odamdingiz? Bu nochiligingizning hammasi ota-onangiz topgan pulning karamatidir. Biroq o'sha nochiligingiz, pulingiz bilan bir qizning nom otig'ini bulg'amoqchi bo'lyapsiz. Sizmi o'g'il bolami? Uningga zarda bilan ko'zimni chaqchaytdim. Anlab turing. Nima deyishingiz? Qanday qilishingizdan qat'iy nazar, bugun bu yerdan harigiz ketamaysiz. Men bilan mangsingiz men. Mangmisingiz? Boshqalarning sizni nima qilishi bilan mening korim yo'q. U yana qo'lini menga shiltib turib, shundoq deb ayrimxonadan chiqib ketdi. Degandekidek, ayrimxona oldida boyqa ikkisidan boshqa yana bir nechalar qarab turadi. "Oy, Po'latboyvachcha, bu qiz sizni ranjitib qo'ygan o'xshamamdi. Undaqdoni bizga sovg'a qilib atgina. Uni o'pdan bir yavashlashib qo'yaylik. Sana tamuchiqda qizlar ozmi?" Ular shundoq deyishgunicha sad hijiyib, ayrimxona ichiga kirishga boshladi. Hiliqi atalmış boyvachcha sirtda xuddi menga qanday qilasiz degandek qarab turadi.